2026-yilda Damas 3 avtomobilda nima o'zgarishlar bor? Ko'rib turganlaringdek faralarida hamda bitta ko'rsatasida 1.5 lik motor, umumiy kalla, eng asosiysi endi konditsioner hamda ABS qo'shilgan. Endi buni narx-navolari, ichlarida shart-sharoitlarni bitta ko'rsataman. Bu o'zimizni eski Damas, kommentar fikrlarni qoldiringlar. Bu yaxshimi yo bu yaxshimi? Bu legendan, bu legendan. To'g'ri bitta ichkarini ko'rib olamiz. Ichkariga o'tadigan bo'lsa, stiklopodiyomliklari elektronli bo'ladi. Undan tashqari multi rul bo'lmaydi, oddiy rullar, tablolari o'zgargan. Konditsioner, snega qo'yib, fara ko'taradigan legirovshiklari, kompyuterlari, kompyuter monitorlari hamda monitor bo'lsa, maytvonaga adashib ketyapman. Konditsioner bor, barcha joylari chuqurroq bo'lar ekan. Xo'p, skorlarga keladigan bo'lsa 5 ta skori bo'ladi. Zadniga Nex 2 daqiqa uradigan bo'ladi. Orqa tomonlarni bitta ko'rsatamiz. Eng asosiysi orqa tomonda konditsioner bor ekan. Ko'rib turganlaringdek orqadagilar ham mazza qilib ketadi. Xo'p, kapitanskiy sideniyasi bor. 1 2 3 4 5 6 o'sha 7 ta odam sig'adi. Xo'p, endi narx-navolari bilan bitta yoritib o'tamiz sizlarga. Buni narxi 154 million 128 ekan. Farg'ona Marg'ilon Dreamvillage avtosalonida turibdi. Qachon sotuvga chiqish uchun pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib to'liqroq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Buni arzoni ham bor ekan, 1.2 motorligi bo'lar ekan. Buni gruzavoyligi ham bor ekan. Uni ham narxi boshqacha bo'lar ekan. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastda nomer qoldirganmiz. Videoda bitta-bittadan like bosib, Damas'ni yaxshi ko'radigan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar.